zo'r maslahat beraymi? Majlisdan oldin uydagi hamma idishlarni yuvib, uylarni tozalab qo'y. Onang majlisdan kelgandan keyin uyni ko'rib, ha mayli o'qish yaxshi bo'lmasa ham uyda ishlariga chaqqon-ku deydi. Sher, nimaga darslarda doim uxlab o'tirasan? Ustoz, men uxlayman, men endi tejuvchi rejim olaman. Ko'zim yumib tursa ham, mana hozir menga tez yetib boradi. Shahobiddin, bugungi o'tgan yangi asarimizning g'oyasi nimada deb o'ylaysan? Ustoz, shuni ham bilmaysizmi? Asarning g'oyasi kitobxonda qiynash ekanda. $100 2 ga ko'paytirsak necha bo'ladi? Ustoz, sotib olyapmizmi, sotyapmizmi? Bu hammasi vaziyatga qarab o'zgaradi. Dildora qani turguncha she'rni yodladingmi? Yodladim ustoz, ammo shoirning dardi shunchalar og'ir ekanki, uni tilimga olishga haqqim yo'q deb o'yladim. Mana hurmatli o'quvchilar, biz rus tilidagi rodlarni o'rgandik. Rus tilida женский rod bor, мужской rod bor. Qani Alisher, turchi o'rningdan nima uchun divan, stol, stul мужской rodga kiradi? Ustoz, uyda stol, divanni faqat erkaklar ko'taradi-da. Nozimbek, namuncha ko'p gapirasan? Ustoz, men ona tilimning naqadar boy ekanligini sinab ko'ryapman-da. Demak, rus tilida mужской, женский rodlarni o'tdik. Mana sizlarga yana bir marta o'zimizni o'zbek tilida tushuntiray. Mужской rodni oxirida a va ya harfi bo'lmaydi. Bu a bilan ya harfi faqat женский rodga taalluqli so'zlarda bo'ladi. Lekin bitta savol, nima uchun papa so'zi a bilan tugasa ham mужской rod? Alisher? Ustoz, hamma joyni ayol bosib ketdi. Xatyabi papani muzga kiritaylik. Bo'lsa, Ulug' Vatan urushida kim g'olib bo'lgan edi? Kim kamroq xato qilgan bo'lsa o'shada. Shohruh, nimaga tarix darsiga tayyor kelmading? Ustoz, o'tkazishga salovat, o'lib ketgan odamlarning shaxsiy hayotiga tiklash odobdan emas. Ustoz, bu sovg'a bizning sizga bo'lgan mehrimiz va kelgusi nazar ichida rahmingiz belgisidir. Bekor ovora bo'libsizlarda, kerak emas edi sovg'a menga. To'g'ri aytasiz ustoz. Aslida biz ham bu narsani kerak emas degandik. Lekin ota-onalar qo'mitasi farmoniga qarshi chiqish, davlatga qarshi chiqish degan. Hasan, Alisher Navoiy kim bo'lgan? Ustoz, shuni ham bilmaysizmi? Alisher Navoiy o'zbek tili admini bo'lgan. Bu hamma to'g'ri yozishni o'rgatgan, ustoz. Yo'q, Hadi ustoz, nima bilasizlar? Erkin mavzuda insho yozib kelishlaring kerak edi. Hamma yozdimi? Yozdik. Elnur, erkin mavzuda insho yozdingmi? Mening fikrlarim shunchalar erkinki, qog'ozga tushishni xohlamayapti. Amir Temur qachon tug'ilgan, Abdulloh? O'sha kuni havo juda yaxshi edi, daraxtlar gullagandi.